Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Ismim Rahim. Bugungi videoda biz siz bilan noun, ya'ni otlar haqida gaplashamiz. Otlar nima? Qanday turlari bor? Qanday qilib birlik va ko'plik shaklini farqlaymiz? Va bularning barchasini sodda, tushunarli, qiziqarli tarzda o'rganamiz. Darsning PDF shakli ham tayyor. Uni Telegram kanalimizdan topishingiz mumkin. Kanal havolasi video izohida qoldiraman. Tayyor bo'lsangiz, demak, boshladik. Birinchi o'rganadigan narsamiz bu noun nimaligi? Noun bu nima? Noun bu. Noun bu o'zi gap bo'laklaridan biri. Demakki, ot. Noun bu degan tafsilotga mana bilamiz. Noun bu hamma narsa. Bu nima degani? Mana sizga 4 ta misol. Noun bo'lishi mumkin. Joy, odam, g'oya yoki narsa. Hozir hammasini misollar bilan ko'rib chiqamiz. Joy. Noun bo'lishi mumkin joy. Masalan, maktab yokida park yokida uy. Odam. Bunga misol o'qituvchi yoki bo'lmasa do'st. Odam ismi ham kirishi mumkin. G'oyalarga keladigan bo'lsak, g'oya ular muhabbat, biz qo'limiz bilan ushlab yoki hidlab bilmaydigan narsalar, ozodlik yokida baxt. Feelings ingliz tilida aytganda yokida narsa. Bu narsa degan hamma narsa kirishi mumkin. Masalan, stakan, telefon yoki bo'lmasa sumka. Keling endi buni o'chiramiz. Shu bilan birgalikda nounlar ikki turga bo'linadi. Noun bo'lsa ikkita turga bo'linadi. Birinchi turi bu singular, ya'ni birlikdagi singular va plural, ya'ni ko'plikdagi. Hozir buni ham yozib qo'yamiz. Ko'plik va birlik. Singular noun birlik otlar va bitta narsani bildiradi. Single lotin tilidan olingan bu. Yolg'iz degan ma'noni anglatadi. Plural nouns ko'plikdagi otlar bir nechta narsani bildiradi. Plus lotincha qo'shilgan, ya'ni ko'plik ma'nosini bildiradi. Qoida: birlikdagi otni ko'plikka aylantirish uchun odatda s yoki es qo'shimchasini qo'shish kifoya. Masalan, bag yokida dog. Yana bitta misol book. Bu birlikdagi otlarni ko'plikka aylantirishimiz uchun oxiriga s qo'shimchasini qo'shishimiz kifoya. Bag, bags, dog, dogs, book, books. Shu bilan biz singulardagi otni pluralga o'tkaza olamiz. Lekin keling buni o'chirib olamiz. Plural nouns ham ikkita turga bo'linadi. Bular regular va irregular. Bu nima degani? Regular degan so'zni o'zbek tilida aytsak, bu odatiy degani. Irregular bu odatiy emas. Bu exception. Masalan, regular ko'plikdagi otlar bular boya sanab o'tganimizdek bags, books, cats va boshqalar.
Irregularga keladigan bo'lsak, bular s qo'shimchasini olmaydigan, ko'plikka aylantirish uchun so'z o'zini shaklini o'zgartiradigan otlar. Masalan, yoki вообще o'zgarmaydigan otlar. Masalan, sheep. Bu birlik, a sheep. Agar uni ko'plikka aylantirmoqchi bo'lsak, bu shaklini o'zgartiradi. Masalan, leaf. Bu ko'plikka aylantirishimiz uchun biz buni shaklini o'zgartiramiz. Leaf edi, bunga s qo'shib bo'lmaydi. Bu leaves bo'ladi. Masalan, child. Buni ko'pligi childs emas, bu xato bo'ladi. Buning ko'pligi children bo'ladi. Va bu ko'plik, bu birlik. Va bu shu bilan farqlanadi. Keling bu narsani o'chirib olamiz. Eslab qoling. To'g'ri otlar uchun, ya'ni regular. Buni ham yozib olaylik. Regular. Ya'ni eslab qoling. To'g'ri otlarni biz ko'plikka aylantirishimiz uchun ularga s yoki es qo'shimchasini qo'shishimiz kifoya bo'ladi. Noto'g'ri otlarga esa buni qo'shish xato hisoblanadi. Chunki ularning shakli o'zgaradi. Yana misol keltirib o'taman. Regular otlar: a ball, a table. Bu regular bo'lgani uchun bu s qo'shimchasini olishim mumkin. Ko'plikka aylantirganda s, balls, tables o'zgaradi va oldidagi artiklni olib tashlaymiz. Artikl temasiga haqida qiziqsangiz, artikl temasiga o'ziga alohida qaytamiz. Two or three. Va bu to'g'ridan to'g'ri pluralga aylanadi. Irregularga aytganimizdek, buni o'zi asosiy so'zlari bor, ularni yodlashingiz kerak. Bunga s qo'shib bo'lmaydi. Aytib o'tganimdek. One child, children, yoki sheep, five, six. Tushundingizdegan umid qilaman. Keling buni hozir o'chirib olaylik. Shu bilan darsimiz tamom. Demak, bugun biz siz bilan otlar mavzusini ko'rib chiqdik. Agar ingliz tilidagi bu muhim darsni tushungan bo'lsangiz, men bundan juda xursandman. Eslab qo'ying. O'rganishga hech qachon to'xtamang. Har bir kichik qadam katta yutuqlarga olib keladi. Siz bilan Rahim bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha rahmat.